Hurmatli kuzatuvchilar, 2-mart kecha 1-da sarganoshkamiz kelgan, video chiqara olmadik. Dizel motor, injektor apparat qo'yilgan. Apparat qilingan motor sarganoshkamizga qo'yilgan. Sarganoshkamiz kelgan. Bunda bo'layotgan muammolari sapundan moy haydagan. Shu muammo bilan kelgan. Kecha sochdik. Kladishlari yaxshi holatda. Kolsalari charchab qo'ygan, gilzalari charchab qo'ygan. Kompressionniy kolsamizda ahvoli. Yeyilib ketgan. Motorga salarga ham o'tkazgan. Ozgina moylar qorayib ketgan. Bu qaysidir farsunkamizdan chiqadi. Головка remonti bo'yicha klapan sonini almashtiramiz. Klapanlar yaxshi holatda. Ish jarayonlarini qo'yib boraveramiz.